Tovuqlarımız yavalam assalomu alaykum obunachilar. Tovuqlarimizni ko'gut bilan boqyapmiz hozircha. Pashti tuxumga kirgan bularimiz. Mana ko'gutlardan berib turibmiz. Ot quloqlarda suyib yeydi. Mana obunachilar ot quloq. Qumlarni sevsam bo'ladi. Qani chiqinglar. Bo'ladi. Bular chempion. Tug'ish bo'yicha chempion tovuqlarimiz. Kunda bittadan tug'adi bular. 3 kun tug'ib 1 kun dam oladi. Hammaga 1 kun tug'ib 1 kun dam olsa, bular 3 kun tug'ib 1 kun dam oladi. Mana yangi xo'roz olib kelib qo'ygan. Ko'gutlardan aytib suyib iste'mol qilishadi bular. Yo'q. Bodomlarimizni gullashini qaranglar. Bahor yaxshi narsada. Jonivorlarda ko'z tegmasin. Tanasigacha gullavordi. Buni qarang. Tanasigacha gullagan. Ko'z tegmasin. Qara o'tishdi, ammo urmadi degan umiddamiz. Bodomlarimiz. Tanasigacha gulladi. Qo'y. O'zi gavdasi 1 metr ketadi. Mana. Tanasigacha gulladi. Ko'z tegmasin. Shakl beramiz, ko'p novdalarni barini kesib tashlagan. Qarang. Shaptollar ham shu gulga kelib qolibdi. Mana bodomlar qarang. Ko'z tegmasin. Bir xudo xohlasa bodomlarimiz nishoni ko'rsatadi hammasi. Shaptollarimiz. Chiqsa 60 sant chiqadi. Gavdasi mana shu ko'chatimizda ham kamida 20 ta hosiladi. Meva guli bor. Mana busini ko'ringlar sizlar. İçmeyle baylar. Az. Nima deyapti bular obunachilar? Mana obunachilar, bu yerda o'rdaklarimiz. Bilcha ekstrem demi o'shanaqa
o'rganish uchun olib kelingan. Bu yildan keyin xudo xolasa ko'paytirish niyatimiz bor. Bularni ham o'shaning uchun ekskursiya qilyapmiz. O'rdak boqish bo'yicha. 7 dona makanimiz, 1 dona xo'rozimiz bor. Mana shu 6 kilo chiqsa kerak xo'rozimiz. Hozir terbiyasiga kamida 7 kilo ham bor. İki dona ana bu shikala svetidan bor. Bu bittasi nerada turibdi. Ammo hali tuxumga kirgani yo'q ular. Tuxum tug'ishga hali harakat ham qilishmayapti. Bularimiz 2 dona qoradan oq boshimiz bor. Qolgani qora bosh, ishtasi qoralarimiz. Xo'rozimiz ham ekranda kichkina ko'rinishi mumkin, ammo juda katta narsa. Bularimiz makan. Mana bu yerda bir tovuğumuz bor. Bu o'zi kirib bo'lib qolibdi. Buni xudo xolasa kechga bostiramiz. Buni kechga bostiramiz xudo xolasa. Bu yerda o'ziniki bor tuxumi. Bu tuxum xo'roz qo'shilmagani uchun buni xo'roz sherigi yo'q. O'shaning uchun bu tuxumini olib tashlaymiz va o'rniga boshqa tuxum qo'yib bostiramiz. Obunachilar, sizlardan bir dona like, komment yozib ketishlarini xohlardik. Yaxshi tilaklar. Nima sababdan tug'maydi? Qiziqadigan odamlar bo'lsa, shu soha bo'yicha nima qilsa tug'adi, shu haqida yozib ketsalaring ham biz xursand bo'lib qolardik. Kommentariylarni o'qib, shunga qarab vitaminlar berish kerakmi yo xursand bo'lib qolardik. Yana ko'rishguncha xayr. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Ha, obunachilar, mana bu yerda yana bir tovuğumuz bor. Eski o'zimni zotlarimdan, o'zim tagan makonlarimdan bir dona qolib ketgan. Mana shu makonimiz. Bu dembel hammasi bilan urishaveradi, o'shaning uchun addinda yuradi bu. Sog' va salomat bo'lasizlar. Kommentimiz, shu videolarimiz tarqalishi uchun bitta like bosib qo'yasizlar degan umiddaman.